Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Bugun ham kanallarimiz orqali siz azizlarim bilan sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Azizlarim, sizni sog'inib, she'rlarimni bayon etayapman. Allohimga ming bor sig'inib, sog' bo'ling deb niyat etayapman. Baxtsiz tomon yuzin o'girib, omadingiz bardavom bo'lsin. Azizlar, o'z uyingizda sizning buyuk o'rningiz bo'lsin. Insonning uyi muqaddas dargoh. Hatto qushlar, jonivorlar ham, bahorni boshlab keluvchi qaldirg'ochlar ham o'z uyasi tomon shoshiladi. U yerda bir buyuk siymo bor. U bizni hamisha jamul-jam qilib turadi. Bir ayol bor, yuzlariga quyosh qo'nadi. Bardoshiga dosh berolmay nafrat so'nadi. Bolishiga bosh qo'ydi-yu, ketolmadi tun. Izin so'rab boshlanadi undan hatto kun. U mening onam, sizning onangiz, dunyo onasi. Onajonim, siz kelgan kun. Tun sochlarim o'rib ketdi. Tong kuzgusin hadya etdi. Sabo sekin eshik qoqdi. Quvonch to'lgan ko'zim boqdi. Onajonim, siz kelgan kun. Mehribonim, siz kulgan kun. Ul allangiz xumorimdir. Qalbimdagi tumorimdir. Qishdan bardosh bahor bo'ldim. Quyosh sochgan nurday kuldim. Onajonim, siz kelgan kun. Mehribonim, siz kulgan kun. Jonlanadi borliq so'lim. Qo'llarimda dasta gulim. Kapalaklar nur quvadi. Yuzlarini gul yuvadi. Onajonim, siz kelgan kun. Mehribonim, siz kulgan kun. Qaldirg'ochning allasi bor. Qaldirg'ochning o'z tilida allasi bor. Bu allalar bolalarim qalbiga yor. Chug'urlashib chorlashadi onalarin. Polaponlar vatan bilar xonalarin. Qaldirg'ochlar o'zga uyda turishmaydi. Bir-birila mol talashib urushmaydi. Bolasini hayotim der tashlamaydi. Xiyonatni eshigini xushlamaydi. U biladi